Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'layotgan o'sha chaqaloqlar raqsi videosini qanday tayyorlash mumkin? Assalomu alaykum do'stlar, ismim G'ayrat va siz mening YouTube kanalimdasiz. Trendlardan orqada qolmaslik uchun va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimga obuna bo'ling. Demak, boshladik. Xo'sh do'stlar, mana sizni birinchi qiladigan ishingiz brauzerdan Kling AI deb qidirish. Kompyuterda ko'rsatyapman, kattaroq bo'lishi uchun. Telefonda ham bemalol yuklab olib, Play Marketdan yuklab olib turib, Kling AI orqali qilsangiz bo'ladi. Mana misol uchun Kling AI shuni ustiga bosasiz, birinchisining ustiga va bu yerda Create Now degan button tugma chiqadi va shuni ustiga bosasiz va bundan so'ng siz ro'yxatdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tayotganingizda Gmail, ya'ni emaildan foydalanib turib yoki Googledan foydalangan holatda ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Va siz ko'rishingiz mumkin, bu yerda barcha narsa yozilgan. Bu rasmdan o'tkazadi. Bu yerda video, barcha imkoniyatlari bor albatta buni. Bizga eng keraklisi mana bu AI video generator. Shuni ustiga bosasiz. Ya'ni bu yerda text to video, image to video, ya'ni matn yozsangiz rasm yozib beradigan yoki rasmni videoga aylantirib beradigan motion control. Aynan bugun siz bilan bizga kerak bo'ladigani aynan xuddi shu element yoki multi elementlar. Mana bu yerda sizda hech narsa bo'lmaydi, xuddi shu holatda turadi. Va siz bu yerda ko'rishingiz mumkin, motion library ni ustiga bossangiz bu yerda o'zining videolarini chiqarib beradi. Mana misol uchun bu. O'zining videolarini chiqarib beradi. Xuddi shu usulda siz qo'ygan rasmni o'ynatib beradi, raqsga tushirib beradi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin bu formatlar va bu yerda bizga bular kerak emas. Agar Instagramdan ko'ra bu videoni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, siz mana bu joyga bosishingiz kerak. Mana bosdingiz, o'sha Instagramda ko'rgan videongizni yuklaysiz bu yerga. Yuklaysiz va farzandingizmi, o'zingiz yoki o'sha birorta qaysi rasmni raqsga tushirmoqchisiz, o'sha rasmni mana bu joyga yuklaymiz. Misol uchun mana bu rasm, men internetdan topdim bu rasmni. Bu yerga yuklaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin, videomiz ham yuklandi. Aynan xuddi shu videoga biz hozir bitta boshqa rasm qo'ydik, ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rasiz. Bu yerda siz bosganingizda albatta so'raydi, ya'ni bu yerda standart yoki professional va bu yerda ko'rsangiz professionalga siz ko'proq kredit ishlatishingiz kerak bo'ladi, ya'ni generate qilgani. Shu sababli foydalanishingizga qarab va albatta bu yerda generate qilayotganingizda sizdan birinchi bo'lib monthly, ya'ni yoki oylik yoki shunchaki kreditni o'zini to'lashingizni so'raydi. Ya'ni pullik bu hozirgi kunda juda ham trendga chiqib ketganligi uchun albatta bu AI ham pullik qilishni afzal ko'rdi. Telefondan foydalansangiz ham albatta pullik bo'ladi. Mana bu yerda bosasiz, generate ni ustiga bosamiz. Mana generation in progress deyapti, tayyor bo'lyapti deyapti. Estimated waiting time 7 minutes, mana 7 minutda tayyor bo'lar ekan va 7 minutdan keyin biz davom etamiz. Mana do'stlar, videomiz ham tayyor. Ko'rishingiz mumkin. Endi tortilyapti hozir bu. Ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib. Albatta hozir bu videoni to'liq tortguncha biroz qotyapti, lekin men to'liq videoni ko'radigan bo'lsangiz, to'liq tortib olgandan keyin ko'radigan bo'lsak, umuman hech qanday qotishlarsiz juda ham ajoyib video chiqadi. Mana bu yerda ko'ryapsiz, bu yerda tortmoqda hozir videoni. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib. Ko'rdingiz, birinchi rasmni ko'rdingiz. Albatta, juda ham hozirgi kunda AI rivojlanib ketyapti. Bu yerda mana ko'rishingiz mumkin, 17 soniyalik video tayyor bo'ldi. Va yuklab olish uchun bu yerda video deb bosamiz va yuklab olamiz. Mana bu yerda yuklashni boshlayapti.
Albatta bu kabi videolarni yasash uchun albatta sizda birinchi bo'lib viza karta bo'lishi kerak va ba'zilarda viza karta bo'lmasligi mumkin va yoki bir donagina video yasash uchun $7 ochig'i qimmatlik qiladi to'g'risi. $7 85 ming 90 ming atrofida va bu yoqda agar siz kredit sotib oladigan bo'lsangiz $5 ga eng minimum $5 ga sotib olishingiz kerak. Ya'ni 60 ming 65 ming atrofida. Shu sababli sizga biz o'z video tayyorlab berish xizmatimizni taklif qilamiz. Misol uchun agar sizda bitta yoki ikkita farzand bo'ladigan bo'lsa yoki farzand demaylik, rasm bo'ladigan bo'lsa, sizga chegirma holatda videolarni tayyorlab beramiz. Albatta hamyonbop narxlarda va sizga viza karta ham kerak bo'lmaydi. Siz o'zingiz ko'ngildagidek xohlagan usulda tayyorlatishingiz mumkin bo'ladi. Va bu uchun siz Telegramdan yozishingiz kerak. Telegramdan Holdarov off deb yozasiz. Pastki Holdarov qattiq H bilan pastkicha OFF hamyonbop narxlarda sizga tayyorlab beramiz, xudo xohlasa. Video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Shu kabi videolardan o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.